Akatsuki juda ham ko'p qishloq va davlatlarni qo'rquv ostida ushlay olgan hamda o'z safiga juda kuchli, aqlli hamda dono shinobiylarni to'play olgan yagona tashkilot. Akatsuki aslida qanday yaratilgan va uning ilk asoschilari kim? Hamda hozirda biz bilgan Akatsuki nega unday bo'lib ketgan va uni kim o'zgartirib yuborgan? Bugungi videoda biz shu savollarga javobni olamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Akatsuki ruschasiga Rassvet, o'zbekchasiga esa tong. Unga albatta Yahiko asos solgan. Ha, to'g'ri, bir o'zi emas, do'sti Nagato hamda Konan bilan birga. Ular yashirin yomg'ir davlatidan bo'lishgan. Boshlang'ich Akatsuki tashkilotining tashkil bo'lishi 3-jahon shinobilar jangi davriga to'g'ri kelgan. Yahiko, Nagato va Konan boshidan juda og'ir damlarni o'tkazishgan. Ular yoshlikdanoq urush bu faqatgina nafrat va og'riqligini bilishgan. Yahiko yoshligidan butun davlatlar yetakchisi bo'lishni va shu orqali butun olamga tinchlikni olib kelishni orzu qilib kelgan. Avval aytganimdek, Yahiko yashirin yomg'ir davlatidan bo'lgan. Bu davlatning nomi esa u yerda tinmay yomg'ir yog'gani uchun qo'yilgan. Yahiko bu yomg'irni aholi ko'z yoshlariga o'xshatardi va ularni to'xtatishga chin dildan harakat qilardi. Yahikoni biz qandaydir ma'noda ikkinchi Naruto desak ham bo'ladi. Ular bir-biriga juda ham o'xshash. Ana endi keling Yahikoning yoshligiga bir nazar solaylik. Yahikoni hayoti juda achinarli boshlangan. Chunki u yoshligidanoq yetim bo'lib qolgan. Buning barchasiga sabab esa 2-jahon shinobilar jangi bo'lgan. Yahiko omon qolishi uchun ovqatlarni o'g'irlashni boshlagan. Biroz vaqt o'tib esa o'ziga o'xshagan yetimni, ya'ni Konanni uchratgan va nafaqat uni, shuningdek Nagatoni ham uchratgan. Chunki Konan Nagatoni o'zi bilan birga boshlab kelgan. Avvaliga Yahiko Nagatoni yoqtirmagan, lekin keyinchalik esa unga o'rganib qolgan va hatto kuchukchasi ular bilan birga yashashiga ham ruxsat bergan. Nagato esa bu kuchukchani ota-onasining o'limidan so'ng topib olgan. Yahiko aynan u olamni o'zgartirishini va bu olamga yorug'lik nurini olib kelishini aytadi. Oradan biroz vaqt o'tib Nagatoning Chibi ismli kuchukchasi vafot etadi. Shundan so'ng esa ular 3 afsonaviy saninni uchratishadi. Jiraiya, Orochimaru va Tsunade. Bolalar afsonaviy uchlikdan ular o'zlarini himoya qila olishlari uchun ularga ninjutsuni o'rgatishlarini iltimos qilishadi. Lekin afsonaviy saninlardan biri, to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, Orochimaru do'stlariga o'z variantini taqdim etadi. Bu esa bolalarni o'ldirib, shu orqali ularni azobdan xalos qilish edi. Har doimgidek Orochimaru o'z talqinida. Lekin Jiraiya ularni o'z qaramog'i ostiga olishini va ularga o'zi bilgan barcha ninjutsu va shinobi sirlarini o'rgatishini aytadi. Keyinchalik esa kamgap bola, ya'ni Nagatoda Rinnegan ko'zlari borligi ayon bo'ladi. Yahikoga dushman shinobilari hujum qiladi va ularni Nagato tezda o'ldiradi. Biroz vaqt o'tib Jiraiya bolalarga juda ko'p narsani o'rgatib va albatta ular o'zini himoya qila olishiga amin bo'lganidan so'ng ularni tark etadi. Yo'q, olmaydi. Shunchaki ulardan ketadi. Jiraiya bolalarni tark etayotganda Yahiko yig'laydi. Chunki Jiraiya ularga xuddi otadek bo'lib qolgandi va ular birgalikda maroqli vaqt kechirishgandi. Oradan vaqtlar o'tib bizning uchovlon, ya'ni Yahiko, Nagato va Konan o'z davlatida juda ham mashhur shinobi bo'lib ketishadi. Va shu paytda yana shinobilar buyuk jahon urushi boshlanadi. Bu safar esa 3-chisi va ayni shu damda Tobi, ya'ni Obito Madaradan topshiriqlar olayotgan edi. Ularning rejalari amalga oshishi uchun o'ziga jamoa to'plashi va qachonlardir Madara tomonidan Nagatoga o'rnatilgan Rinneganni ortga qaytarishi. Obito ular bilan uchrashganida o'zini Madara deb tanishtiradi va ularga oy ko'zi rejasi haqida aytib beradi. Lekin Yahikoga bu niqobli shaxs yoqmaydi va u Obitoga Madara allaqachon o'lganini ham aytadi. O'zganing og'rig'ini his qilib va birgalikda ko'z yosh to'kib, haqiqiy tinchlikka erishsa bo'ladi. Birgalikda ko'z yosh to'kib, boshqacha qilib aytganda qasosmi? Ular Obitoni tark etishadi va Yahiko o'zining tashkilotini yaratadi. Akatsukini. Albatta tashkilot yaratilishi uchun unga o'z tarafdorlari kerak bo'ladi va u shunday odamlarni yig'adi. Ana endi keling Yahiko yaratgan Akatsukining maqsadi qanday bo'lgani bilan tanishaylik. Uning birgina maqsadi bo'lgan va u ham bo'lsa urushsiz olam yaratish. Akatsuki haqidagi yangilikni deyarli barcha eshitadi, hatto ularning ustozi Jiraiya ham. Akatsuki tashkiloti safi kengayar ekan
ularning dushmanlari ham albatta ko'payib borardi. Kunlarning birida ularning ustozi Jirayaga afsonaviy Sanyin nomini bergan Hanzo ularga juda qiziqib qoladi. Avvaliga Hanzo ularga ishonib sherikchilikda ishlamoqchi bo'ladi, lekin oraga Danzo tushib barchasini o'zgartirib tashlaydi. Konanni o'g'irlab ketishadi. Yahiko va Nagato belgilangan joyga kelishadi. Hanzo Nagatoga kunayni olib Yahikoni o'ldirishini buyuradi. Aks holda u Konanni o'ldirishini aytib tahdid qiladi. Konan Nagatoga unday qilmasligini aytadi, lekin bularni kuzatib turgan Yahiko o'zi kunayga otiladi va Nagatoning qo'lidan halok dan oldin Konan va Nagato yashashlari kerakligini va albatta bir kun kelib Nagato olam xaloskori bo'lishini aytadi. Bu voqeadan so'ng esa Nagato Hanzo bilan jang qiladi va yordamga Gedo haykalini chaqiradi. Nagato Gedo haykali yordamida Hanzo hamda Danzoning odamlarini bitta ham qo'ymay o'ldiradi. Hanzoning o'zi esa teleport yordamida qochib qoladi. Bundan so'ng esa Nagato va Konan kateteridagi qishloq ramzini o'chirib ninja stupnikka aylanishadi. Yahikoning o'limi Nagatoga juda qattiq ta'sir qiladi va Nagato Yahikoning maqsadlari bu shunchaki orzu-havas deb hisoblaydi. Nagato ham o'z oldiga urushsiz olamni yaratish maqsadini qo'yadi. U buning uchun o'ziga Pain taxallusini oladi. Pain o'zbekchasiga og'riq so'zini anglatadi. Gedo haykalini chaqirganidan so'ng Nagatoning tanasi yaroqsiz bo'lib qoladi va u 6 yo'l texnikasini qo'llaydi hamda 6 ta shinobi tanasiga chakra priyomniklarini qo'yib, ularni boshqaradi. Bu tanalar ichida Yahikoning tanasi ham bor edi. Yahikoning tanasi Pudjevi, ya'ni bokira yo'li yoki qiz yo'li deb nomlanadi. Nagato Painlarni panadan boshqargani uchun barcha Yahiko tanasini asosiy Pain deb o'ylaydi. Tobi, ya'ni Obito hamda Nagato birga ishlashni boshlashadi. Nagato o'z safiga yangi shinobilarni yig'ishni boshlaydi. Ustunlik S darajasidagi qochoq shinobilarda bo'ladi. Va bular Deidara, Sasori, Kisama, Itachi, Hidan, Kakuzu, Qora va oq Zetsu, Tobi, Konan, Pain, Orochimaru, lekin keyinchalik u bu tashkilotni tark etadi. Jozo va Kakuzuning sobiq sherigi, uning ismini haligacha hech kim bilmaydi. Shuningdek, Akatsukida ozgina vaqt Sasuke va uning sheriklari ham bo'ladi. Hamda Akatsuki libosi, kiyimi, ya'ni plashi ham o'zgaradi. Endi har bir Akatsuki tashkiloti a'zosining libosida qizil bulut bo'ladi hamda ularda uzuk bo'ladi. Ular bu uzuk yordamida aloqaga chiqishadi. Akatsuki tashkiloti endi yollanma shinobilarga aylanadi. Ular barcha qishloqlar buyurgan ishlarni qilib yurishadi. Ularga ko'proq beriladigan topshiriq bu qotillik va albatta ular buning orqasidan pul ishlashardi. Oxir-oqibat Nagato Hanzodan o'chini oladi. Qishloq aholisi Painni iloh deb o'ylay boshlashadi va bundan so'ng Nagato ham o'zini iloh deb hisoblay boshlaydi. Shundan so'ng Nagato bundanda katta rejalarni tuzishni boshlaydi. Akatsuki dumli hayvonlar va jinchurikilarga ov qilishni boshlaydi. Ularni Gedo haykali ichida muhrlash uchun. Dumli hayvonlarni ko'p qismini to'plagan Nagato Konohaga hujum qilishni boshlaydi. Pain Narutoni tutish ilinjida Konoha yarmini yo'q qilib yuboradi. Naruto va Pain o'rtasida juda katta jang bo'lib o'tadi va albatta Naruto barcha Painlar ustidan g'alaba qozonadi. So'ngra Naruto o'zining Naruto terapiyasini o'tkazish uchun Nagatoning oldiga boradi. Narutoning so'zlaridan ta'sirlangan Nagato Narutoda o'zining do'stini, ya'ni Yahikoni ko'radi va albatta u Narutoning gapiga quloq soladi. Nagato o'zining texnikasi yordamida jangda halok bo'lgan Konohaliklarni hayotga qaytaradi. Aslida u bu texnika yordamida Madarani hayotga qaytarish kerak edi. Keyin esa Obito Akatsukining mutloq yetakchisiga aylanadi va Nagatodan Rinneganni olib qo'yadi. Albatta, orada u Konan bilan jang qilib g'alaba qozonadi. Obito Oy ko'zi rejasiga sodiq qolgan holda unga amal qilishda davom etadi. Ammo Akatsuki tashkiloti deyarli yo'q bo'lib ketish arafasida edi, chunki uning ko'p a'zolari bu paytgacha halok bo'lgandi. Obito Akatsuki safiga Sasuke'ni qo'shib oladi. Uning vazifasi 8 dumlik biyni tutish edi. Va tez orada Obito barchaga 4-jahon shinobilar jangini e'lon qiladi. Obitoga esa bu ishda Orochimaruning yordamchisi Kabuto yordam beradi. Kabuto Eda Tensei yordamida juda ko'p kuchli shinobilarni hayotga qaytaradi. Mendan nima xohlaysan? Kuchimizni birlashtirishni xohlayman. Kuchimizni birlashtirishni? Ularning yordamida Itachi, Sasori, Deidara, Kakuzu, shuningdek Nagato. Evaziga nima xohlaysan? Uchiha Sasuke,
Rad javobini bersamchi. Chaqirish Eda Tensei. Qahr bu. Meni tayyorlanmay keladi deb o'ylamagandirsan? Yo'q, endi aniq rad javobini bermaysan. Yaramas. Uni qayerdan topding? Uni topish juda qiyin bo'ldi. Xavotir olma. Bu haqida hech kimga aytmayman. Shuningdek, ular oq zetsulardan ham foydalanishadi. Mana ular Madarani hayotga qaytarishdi. Buyuk shinobilardan birini, Madarani bir o'zi shinobi alyansini hamda 5 Kageni yerchlatadi. Keyinchalik esa barcha Tobi aslida Madara emas ekanligini, u ham Uchiha klanidan bo'lgan shaxs. To'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak, Kakashini do'sti Obito Uchiha ekanligini bilib olishadi. Nagatoni Obito, Obitoni Madara, Madarani Qora Zetsu, Qora Zetsuni esa Kaguya boshqarganini anime so'ngiga kelib bizga ko'rsatishadi. Kaguya paydo bo'lishi bilan Madarani o'ldiradi, Sasuke va Naruto esa Kaguyani muhrlab qo'yishadi. Va shu bilan Akatsuki haqidagi video ham o'z nihoyasiga yetdi. Aslida bu video 1 soatlik bo'lishi kerak edi, lekin men uni 2 qismga bo'lishga qaror qildim. Birinchi qismda siz Akatsuki qanday tashkil topganini va u qanday o'zgarganini bilib oldingiz. Ikkinchi qismida esa Akatsukining barcha a'zolari haqidagi ma'lumotni bilib olasiz. Xayr do'stlar, yangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.